As- Assalomu alaykum xalqim, mana Instagramdagilar. Bu yana sizlarga aytaman, mana shunaqa magnitofon bo'lsa, ana shunaqalardan olinglar. Bo'lsa, ichida tranzistori bor. Yana mana quloqlarda ham bor ichida. Mana shu quloqlarda, biraydigan quloqlarda, mana hozir ko'rsatib beraman, mana biraydigan quloqlarda bor. Keyin buni motorda ham bor. Mana ko'rib olinglar. Ko'plar so'raydi, radioda bormi? Unaqa mana man Tonyda ham ko'rsatyapman. Man endi oxiri magnitofonni ham ko'rsatyapman. Mana kelgan magnitofonlar. Xuddi mana shuni oltinlarni qo'lingizga olinglar. Mana arzon qilganim mana ko'rdinglar. Bittasi mana shunaqa medallar mana. Ko'rib olinglar. Ko'rdinglarmi? Sovetskiy. Orqasi Amerika bo'ladi. Inobanti ham bor. Mana bittasi azotning kislotasiga azot tavba qilib. Nimani endi limonli kislotaga qilingan platalarni agar ko'rgan bo'lsanglar. Ana shu platalarda qilingan bittasi. Mana boya ko'rsatdim, video qilib tayyorladim. Ana shunday dum-dumaloq bo'lib bo'lishi kerak. Mana dum-dumaloq bo'ladi. Bilmayman ko'plar qilolmaganmi, bo'lishga bo'lyapti, xamir bo'lyapti, yayralib ketdi. Alohida ko'p berish kerak, dur tayyorlash kerak, dur. Yana ham tushuntiryapman, dur. Mana shunday bo'ladi deyapman mana. Yana ham tushuntiryapman. Ko'ringlar xalqim, mana e'tibor beringlar, mana ko'ryapsizlarmi? Hamma tomonlama. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana olib boryapman. Mana qo'limga. Mana yaltirab turibdi mana. Dur sepsanglar, alohida yaxshi bersanglar, hamma narsa bo'ladi. Bilmayman ko'plar qilolmayapti, tushunmayaptimi? Bilmayman. Mana ko'rib qo'yinglar. Mana Xudo xohlasa yangi arzorlarni ham chiqaraman. Xudo xohlasa video qilaman. Platalardan mana magnitofonni tranzistordan olib, keyin yana nima edi? Tunernikidan, keyin toshdan olish, oltin olish, bir xil ko'mirdikini ko'rsatyapti. Ko'mirdikini men qilganim yo'q. Men u narsani qilganim yo'q, turpoqdikini. Xudo xohlasa uni ham arzor qilib ko'ramiz. Uni ham harakat qilib ko'ramiz. Agar ko'mir uchrab qolsa menga, bo'lmasa qabachilik bo'lmasin, kimda ko'mir bo'lsa. Lekin Turkiyada bor edi. Turkiyada qilaydim. Men Turkiyada turklar bilan ishladim. Turklar o'zini ovozida gapirishdi. Men o'zimni ovozimda ularda o'rgatib turdim. Mana shunday qilasan, shunday bo'ladi. Turklar o'zi tarqalib ketdi mish-mish. O'rislarda ham, Rossiyada ham shunday o'rgatganman. Bo'lmasa qaydan bo'ladi? Keyin bu yoqqa keldim, to'xta dedim.